Sizlarga bugun so'ramasangiz ham 30 kunlik mehnatlarim samarasi haqida gapirmoqchiman. Grow Challenge'ning birinchi oyida menga Instagramda 8000 dan oshiq yangi obunachi qo'shildi. Boshlaganimda 120 mingta edik. Jami 30 ta reels qo'ydim. YouTube akkauntim 246 ta obunachidan 16 mingga chiqdi. 30 kunda jami 600 sahifadan ko'p kitob o'qidim. 15 soat italyan tili bilan shug'ullandim. 10 soat jismoniy mashqlar qildim. Yana shu oy ichida 30 soat yosh bola hayotini ham yashadim. Sababi qizim bilan har kuni kamida 1 soatdan o'ynayman. Gaplashib o'tiraman emas, dugonasi bo'lib o'ynayman. Oldingi challenge'larimda ham ko'rgansiz. Tartibni qattiq ushlaganman. Juda ham ko'p o'sishga olib kelgan, lekin ularda qiynalardim ozgina, chunki bu vazifalar hali odatga aylanmagandi. Hozir esa umuman og'rin sinmasdan, kayfiyatim qanday bo'lishidan qat'iy nazar oson bajaraman. Vaqtingiz kamligi ko'p holatlarda 24 soat sizga yetmayotganidan emas, kun yaxshi reja qilinmaganidan dalolat beradi. Boshda rejalarimni bajarishda dam olishga umuman vaqtim qolmasdi. Hozir 2-3 soatlab vaqt bor. Uyquga ham to'ymasdim. Hozir ayiqdek uxlayman. Motivatsiya bilan bajarishingiz kelishini kutmang. Hech qachon shijoat yugurib kelmaydi. Ozgina o'zingizga qattiqqo'lroq bo'ling va intizomni ushlang. Grow 31-kun edi. English risolani yaxshi ko'rib kuzatganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat.